Assalomu alaykum do'stlar, bu Qozoq Story Time. Biz boshlaymiz. Oynadagi aksimga uzoq tikildim. 61 yosh. Bu shunchaki pasportdagi raqam emas, bu hayotning shom pallasi, yuzimdagi har bir chuqur ajin, sochlarimdagi kumush tolalar bosib otilgan mashaqqatli yo'lning, ko'rilgan quvonch va qayg'ularning guvohi edi. Men Salima opaman. Mahallako'yda obro'li 3 farzandning onasi, 7 nabiraning buvisiman. Erim, rahmatli Abror aka bilan 35 yil birga yashab, u kishini tuproqqa berganimga ham 5 yil bo'ldi. Hayotim sokin, bir maromda, xuddi kuzning iliq, ammo gamgin kunlaridek o'tishi kerak edi. Mening yoshimda ayol kishi nimani kutishi mumkin? Nabiralarning sunnat to'yini, kelinlarning choy uzatishini va sekinasta orat safariga tayyorgarlik ko'rishni. Men shunga ishonardim. Mening ayollik dunyoyim, onalik baxtim allaqachon tarixga aylangan, xotiralar sandigiga qulflanib, kaliti daryoga tashlangan deb o'ylardim. Ammo taqdirning men uchun atalgan eng katta, eng aql bovar qilmas va shafqatsiz hazili hali oldinda ekan. Hammasi o'sha bahorning oxirlarida, galati va tushunarsiz holsizlik bilan boshlandi. Ertalab uyqudan uyg'onganimda, boshimda qandaydir tuman bordek, vujudimda qorgoshin quyilgandek og'irlik sezardim. Avvaliga buni oddiy charchoqqa, bahorga vitamin yetishmasligiga yoydim. Qarichilik kursin, Salima, derdim o'zimga o'zim ko'zguga qarab, endi 18 yashar qiz emassan, sal shamolga ham eting junjikadigan bo'lib qolibdi. Qon bosimimni o'lchardim, dorilarimni ichardim, lekin ahvolim o'zgarmasdi. Keyin boshqa alomatlar paydo bo'la boshladi. Meni eng ko'p tashvishga solgani ko'ngil aynishi edi. Bu shunchaki oshqozon buzilishi emasdi. Bu, ertalablari hali hech narsa yemasdan turib tomog'imga tiqiladigan, tanish, lekin juda uzoq o'tmishda qolgan achchiq ta'm edi. Oxirgi marta bunday holatni roppa-rosa 40 yil oldin kenja o'g'limga homilador bo'lganimda his qilgandim. Bu xotira miyamga chaqmoqdek urildi-yu, darhol uni haydab soldim. Astagfirulloh. Jinni bo'ldingmi, Salima? Qanaqa homiladorlik? Axir sening oy ko'rishing to'xtaganiga 15 yil bo'ldi-ku, deb o'zimni koyidim. Shunday bo'lsa-da, ko'ngil aynishi to'xtamadi. Aksincha, kuchaydi. Oshxonaga kirolmay qoldim. Qovurilayotgan piyozning hidi, hatto o'zim yaxshi ko'radigan rayhonning isi ham ko'nglimni agdar-to'ntar qilib yuborardi. Ba'zi kunlari ertalabdan kechgacha faqat qatiq ichib, quruq non kavshab yotardim. Qo'rquv meni asta-sekin o'z domiga torta boshladi. Bu yoshda bunday alomatlar faqat bir narsani anglatishi mumkin edi, olim. Jiddiy kasallik. Oshqozon yarasi. Yo'q, bu oddiyroq. Undan ham yomoni. Saratonmi? Bu fikr miyamga mixlanib qoldi. Kechalari uxlolmay, shiftga tikilib, o'zimni eng yomoniga tayyorlay boshladim. Bolalarimga aytkim kelmadi. Katta o'g'limning biznesda muammolar bor, soliqchilar bilan olishib yuribdi. Qizimning qaynanasining injiqliklari joniga tekkan, har kuni yiglab telefon qiladi. Kenja o'g'lim esa chet elda, o'qish bilan ovora. Ularning ustiga yana oyang og'ir kasal ekan degan yukni ortmoqchi emasdim. Men doim kuchli bo'lganman, bu safar ham jim yengaman deb o'yladim. Lekin bir kuni ertalab hammomda hushimdan ketib qoldim. Ko'zimni ochganimda sovuq kafellarda yotardim. Boshqa chidab bo'lmasdi. Ertasiga ertalab hech kimga aytmay, tuman markazidagi xususiy klinikaga yo'l oldim. Davlat poliklinikasiga borsam, tanishlar ko'rib qolishi, Salima opa olim to'shagida ekan, degan gap tarqalishi mumkin edi. Xususiy klinikada esa pulini to'lasang, hech kim ismingni ham so'ramaydi. Klinika yo'lagida navbat kutib o'tirarkanman, yuragim qafasdagi qushdek tipirchilardi. Atrofimda yosh-yosh juvonlar, homilador ayollar, bolalarni yetaklagan onalar. Men esa ular orasida qora kiygan, yuziga ajin tushgan begona sharpadek edim. Ichkariga kirdim. Vrach 30 yoshlardagi zamonaviy kiyingan, jiddiy yuzli ayol ekan. Ismi Dilnoza. U shikoyatlarimni eshitdi. Ko'ngil aynishi, holsizlik, qorinning pastki qismidagi galati og'irlik. Uning yuzi o'zgarmadi, lekin ko'zlarida hamdardlik paydo bo'ldi. U ham meni saraton deb o'ylayotganini sezdim. Keling, ultratovush tekshiruvi qilib ko'ramiz, dedi u yumshoq ovozda.
Balki oshqozondir, balki bachadon miyomasidir. Hozir aniqlaymiz. Men kushetkaga yotdim. Muzdek gel qornimga surilganda etim junjikib ketdi. Doktor apparat datchigini qornim bo'ylab yurita boshladi. Men ekranga qaramasdim. U yerdagi qora dogni, olim hukmini ko'rishdan qo'rqardim. Xonada faqat apparatning go'ngillagan ovozi va devordagi soatning chiq-chiq etgan tovushi eshitilardi. 1 daqiqa o'tdi. 2 daqiqa. Doktor jim edi. Men sekin unga qaradim. Uning yuzida galati ifoda bor edi. Hayrat. Ishonchsizlik. U datchikni qornimning bir nuqtasiga qattiqroq bosdi, keyin yana harakatlantirdi. Ko'zlarini ekranga tikib, qoshlarini chimirdi. Apparat buzildimi? Deb so'radim, ovozim titrab. Doktor, nima gap? Osimtami? Kattami? Menga to'g'risini aytavering, men kopni ko'rgan ayolman. Doktor Dilnoza sekin qo'lini tortdi. U menga emas, hali ham ekranga qarab turardi. Keyin chuqur nafas oldi va stuliga o'tirib menga o'girildi. Salima opa, dedi u ikkilanib. Siz oxirgi marta qachon hayz ko'rgansiz? Bu savol meni gazablantirdi. Qizim, ustimdan kulyapsizmi? Yoshim 61 dan oshdi. 15 yil bo'ldi, unutib ham yuborganman. Nima aloqasi bor? Osimta bormi, yo'qmi? Doktor boshini chayqadi. Uning yuzida endi qo'rquv aralash hayrat bor edi. Opa, dedi u pichirlab. Bu osimta emas. Unda nima? Kista? Miyomi? Yo'q, doktor monitorni menga burdi. Qop-qora ekran o'rtasida kichkina oqish dog ko'rinib turardi. Va eng dahshatlisi, o'sha dogning o'rtasida miltillab turgan nuqta bor edi. Mana bu narsani ko'ryapsizmi? Bu yurak urishi. Miya faoliyatim to'xtab qolgandek bo'ldi. U nima deyapti? Tushunmadim. Dedim goldirab. Salima opa, siz homiladorsiz. Taxminan 12 haftalik homila. Va u tirik. Uning yuragi urib turibdi. Xonada olik sukunat cho'kdi. Men doktorga qarab kulib yubordim. Asabiy, telbanamo kulgi. Nimalar deyapsiz? Dedim kulgidan ko'zimdan yosh chiqib. Men 61 yoshdaman. Mening tuxumdonlarim allaqachon qurib bitgan. Bu xato. Bu qanaqadir kista yurak urishiga o'xshaydi, xolos. Men vrachman, opa, dedi Dilnoza qat'iy. Men kista bilan homilani ajrata olaman. Mana, qarang, bu boshi, bu qo'lchalari. Bu haqiqiy tirik bola. Bu tibbiyotda kamdan kam uchraydigan holat, lekin imkonsiz emas. Ba'zida organizmda gormonal portlash bo'ladi, uyg'onish yuz beradi. Lekin u gapini to'xtatib menga savol nazari bilan qaradi. Lekin buning uchun eringiz bo'lishi kerak. Eringiz bormi? Shu savol berilganda kulgim taqqa to'xtadi. Yuzimdan qon qochdi. Butun vujudim muzlab ketdi. Erim Abror aka 5 yil oldin vafot etgan. Hamma buni biladi. Farzandlarim, qoni-qo'shnilar, qarindoshlar. Hamma meni sadoqatli beva, pokiza buvi deb biladi. Ammo mening bir sirim bor edi. Hech kim bilmaydigan, o'zim ham tan olishga qo'rqadigan, qalbimning eng chuqur burchagiga yashirgan sirim. Ismi Rustam edi. U bizning mahallaga 1 yil oldin ko'chib kelgan 58 yoshli, ziyoli, ammo juda yolg'iz inson edi. Xotini otib ketgan, bolalari Rossiyada. U bilan dastlab tasodifan bozorda uchrashib qolgandik. Og'ir sumkalarimni ko'tarishga yordam bergandi. Keyin ko'chada salomalik qilib yurardik. Yolg'izlik bu juda og'ir yuk, ayniqsa kechalar. Uy to'la odam bo'lishi mumkin, lekin ruh yolg'iz qoladi. Rustam aka bilan suhbatlarimiz shunchaki dardlashishdan boshlandi. U menga kitoblar berib turardi. Biz bog'da o'tirib soatlab gaplashardik. Men unda Abror akamda yo'q bo'lgan muloyimlikni, meni tinglash qobiliyatini topgandim. 4 oy oldin. Ha, o'shanda qishning sovuq kechasi edi. Biz yashirincha nikoh o'qitdik.
Mulla boboni ham boshqa tumandan olib kelgan, guvoh sifatida uning uzoq qarindoshini chaqirgandik. Bu gunoh emas, bu halol nikoh, degandi Rustam aka qo'llarimni ushlab. Biz qaridik, Salima. Bizga endi ehtiros emas, bir-birimizga suyanish, bir piyola choy ichishib o'tirish kerak. Bolalarimiz tushunmasligi mumkin, shuning uchun bu sirimiz bo'lib qolsin. Men rozi bo'lgandim. Chunki men ham tirik edim. Mening ham yuragimda hali iliqlik istagi bor edi. Biz haftada 1-2 marta tunda uchrashardik. Xuddi o'g'rilardek. Bu nikoh faqat Alloh va bizning oramizda edi. Lekin men hech qachon, hatto eng dahshatli tushimda ham bu nikohdan homilador bo'lib qolaman deb o'ylamagandim. Axir yoshim 60-ku. Rustam aka ham yosh bola emas-ku. Opa. Doktorning ovozi meni o'zimga keltirdi. Siz turmushga chiqqanmisiz? Men yerga qaradim. Yuzim lovillab yonardi. Hozir nima deyman? Ha, yashirincha nikoh o'qitganman desam, butun dunyo ustimdan kulmaydimi? Qarigan chogida erga tegib, bola orttirib olibdi deb malomat toshini otishmaydimi? Ogillarim meni oldiradi. Ular bu sharmandalikni ko'tara olishmaydi. Oyi, dadamning arvohini chirqiratdingiz, deyishadi. Bu xato bo'lsa kerak, dedim pichirlab, ko'zimdan yosh oqib. Qizim, men beva ayolman. Erim olgan. Doktor Dilnoza menga uzoq tikildi. U ahmoq emas edi. U hammasini tushundi. Ko'zlarimga qarab, vaziyatning naqadar og'irligini his qildi. Salima opa, dedi u jiddiy ohangda. Bu bolaning otasi kimligi mening ishim emas. Lekin fakt shuki, siz homiladorsiz. Va yoshingizni inobatga olsak, bu juda xavfli. Siz hoziroq qaror qabul qilishingiz kerak. Nima qilsa bo'ladi? Deb so'radim umid bilan. Oldirsa bo'ladimi? Doktor boshini chayqadi. 12 hafta. Kech qoldingiz. Bundan tashqari sizning yoshingizda abort qilish, bu to'g'ridan to'g'ri bachadondan qon ketishi va o'lim degani. Bachadon devorlari juda yupqa. Agar hozir aralashsak sizni yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Dunyoyim qorong'ulashdi. Demak tugishim kerakmi? 61 yoshimda-ya. Hozircha homilani saqlab turishdan boshqa choramiz yo'q. Lekin men sizni ogohlantiraman, bosimingiz oshishi mumkin, yuragingiz ko'tarmasligi mumkin. Bu haqiqiy tibbiy mina. Men klinikadan chiqdim. Ko'cha shovqin-suron, hayot o'z maromida davom etardi. Lekin men uchun vaqt to'xtab qolgandi. Qo'limda uzi qog'ozi, qornimda esa mo'jiza emas, falokat bor edi. Qanday qilib uyga boraman? Qanday qilib bolalarimning ko'ziga qarayman? Va eng muhimi, Rustam akaga nima deyman? U bechora shunchaki hamroh istagandi, endi esa qarigan chogida ota bo'lish mas'uliyatini bo'yniga oladimi? Yoki meni sharmanda qilib tonib ketadimi? Telefonim jiringladi. Ekranda katta o'g'lim yozuvi. Qo'lim qaltirab ketdi. Assalomu alaykum, oyi, yaxshimisiz? Dedi o'g'limning qalin ovozi. Qayerdasiz? Uyga keldik, keliningiz osh qilgandi, siz yo'qsiz. Men bozordaman, bolam, deb yolg'on gapirdim. Ovozim titrab ketdi. Hozir boraman. Oyi, ovozingiz galati. Mazangiz yo'qmi? Yo'q, hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi, dedim-u telefonni o'chirdim. Ko'chada odamlar orasida turib, ho'ngrab yig'lab yubordim. Bu yoshdagi homiladorlik Xudoning mukofotimi yoki jazosi? Men hali bilmasdimki, eng qiyin sinovlar oldinda. Oilamning gazabi, mahallaning g'iybati va Rustam akaning kutilmagan reaksiyasi meni kutib turardi. Va eng dahshatlisi, mening tanam bu yukni ko'tara oladimi? Uyga qaytayotib Rustam akaning darvozasi oldidan o'tdim. U hovlida mashinasini yuvayotgan ekan. Meni ko'rib jilmayib qo'l siltadi. U hali hech narsani bilmasdi. Men uning oldiga borib hammasini aytishim kerak edi. Hozir. Shu zahoti. Darvoza tomon yurdim. Lekin ostonaga yetganda to'xtadim. Ichkaridan notanish ayolning ovozi eshitildi. Rustam aka, choy damladim, kiring.
Men muzlab qoldim. Bu kim? Uning qizi keldimi? Yoki Rustam akaning mendan boshqa ham sirlari bormi? Shu payt qornimda yana o'sha galati, iliq to'lqin paydo bo'ldi. Bola qimirladimi? 12 haftada. Yo'q, bu shunchaki onalik sezgisi edi. U menga signal berayotgandi. Oyi, men borman. Men tirikman. Meni himoya qiling. Men ortimga qaytdim. Hozir emas. Avval o'zimni qo'lga olishim kerak. Lekin o'sha kuni kechqurun dasturxon atrofida o'tirganimizda kenja kelinim menga tikilib qoldi. Oyi, dedi u shubha bilan. Rangingiz oqarib ketibdi. Va tavba, xuddi homilador ayollarga o'xshab shor bodring yeyapsiz. Hamma jim bo'lib qoldi. O'g'lim, qizim, kelinim. Hammaning nigohi menga qadaldi. Men qo'limdagi piyolani tushirib yubordim. Piyola chil-chil bo'lib sindi. Bu siniqlar mening tinch hayotimning so'nggi lahzalari edi. Piyolaning sinishi xuddi portlashdek yangradi. Chinni parchalari gilam ustiga sochilib ketdi, issiq choy esa etagimga to'kildi. Lekin men kuyish og'rigini sezmasdim. Men faqat dasturxon atrofida o'tirgan oila a'zolarimning nigohlarida qotib qolgan savolni his qilardim. Oyi, kelinim Nargiza o'rnidan sapchib turdi va shosha-pisha sochiq olib keldi. Qo'lingiz kuymadimi? Voy, shunchalik ham ehtiyotsizlik bo'ladimi? Men titrayotgan qo'llarimni yashirishga urindim. Hech qisi yo'q, dedim zo'rga. Shunchaki qo'lim sirgalib ketdi. Qon bosimim o'ynayapti shekilli. Boshim aylandi. Katta o'g'lim Sardor menga shubha bilan tikildi. Uning ko'zlari xuddi otasinikidek o'tkir, hech narsani nazardan qochirmaydigan edi. Oyi, dedi u jiddiy ohangda. Oxirgi paytlarda sizda galati o'zgarishlar bo'lyapti. Rangingiz oqargan, ishtahangiz yo'q, endi esa qo'lingizdan idish tushib ketyapti. Ertaga shifokorga olib boraman. Nevropatologga. Kerak emas, deb yubordim men kutilmagan qat'iyat bilan. Hamma hayron bo'lib qoldi. Odatda men bolalarimning gapini ikki qilmasdim. O'zim bordim. Doktor Dilnoza u dorilar yozib berdi. Shunchaki charchoq, dedi. Menga dam olish kerak. Men dasturxondan turdim. Oyog'imdagi holsizlikka qaramay xonamga qarab yurdim. Orqamdan qizim Malikaning pichirlagani eshitildi. Anavi shor bodringni ko'rdingmi? Oyim butun bankani yeb qo'yibdilar-ku. Eshikni yopib qulfladim. Karavotga holsiz yiqildim. Yuragim ko'krak qafasimni yorib chiqay derdi. Bu sirni qancha yashira olaman? Qornim kundan kunga kattalashib boradi. Kiyimlarim tor kela boshlaydi. 61 yoshli homilador ayol. Bu manzarani tasavvur qilishning o'zi dahshat edi. Tunda uxlay olmadim. Qornimni silab ichimdagi mitti jonga gapirdim. Sen kimsan? Nega aynan hozir kelding? Sen mening xatoyimsanmi yoki so'nggi imkoniyatimmi? Bola javob bermasdi, lekin uning borligi tanamda galati, o'zgacha bir kuch uyg'otayotgandek edi. Men qo'rqardim, o'limdan qo'rqardim, sharmandalikdan qo'rqardim. Lekin shu bilan birga men uni himoya qilishni istardim. Ertasi kuni ertalab bolalarim ishga ketganidan foydalanib, Rustam akaning uyiga yo'l oldim. Kecha eshitganim begona ayol ovozi menga tinchlik bermasdi. Balki u uylangandir. Balki meni shunchaki vaqtinchalik ermak qilgandir. Darvozani taqillatdim. Rustam aka eshikni ochdi. Uning egnida eski rangi ochgan futbolka, yuzida esa tushkunlik bor edi. Meni ko'rib ko'zlari chaqnab ketdi, lekin darhol atrofga alangladi. Salima, dedi u past ovozda. Nima bo'ldi? Kunduzi kelmasding-ku. Gaplashishimiz kerak, dedim men ichkariga kirishga urinib. Hozir emas, u yo'limni to'sdi. Uyda singlim bor. Qishloqdan kelgan. Agar seni ko'rsa, demak singlisi ekan. Yengil tortdim, lekin muammo bu emas edi. Rustam aka, singlingizdan ham muhimroq gap bor. Men kasalxonaga borgandim. Uning rangi oqardi. Tinchlikmi? Biror joying og'riyaptimi?
Men uning ko'zlariga tik qaradim. Bu inson meni sevardi, bilaman. Lekin u bu xabarga dosh bera oladimi? Rustam aka, bizning sirli nikohimiz oz mevasini berdi. Men homiladorman. 12 haftalik. Rustam aka devorga suyanib qoldi. Uning og'zi ochildi, lekin ovoz chiqmadi. U xuddi arvoh ko'rgandek menga tikilib turardi. Nima? Dedi u nihoyat, ovozi xirillab. Salima, hazillashyapsanmi? Bizning yoshimizda bu mumkin emas. Doktor ham shunday dedi. Lekin bu haqiqat. Yuragi urib turibdi. Rustam aka boshini changallab yerga cho'kkalladi. Yo Xudo, deb ingradi u, endi nima qilamiz? Bolalarim. Sening bolalaring. Mahalla. Bizni toshbo'ron qilishadi, Salima. Bu yoshida buzuqlik qilibdi, deyishadi. Uning birinchi reaksiyasi qo'rquv bo'lgani yuragimga og'ir botdi. Men undan xavotir olma, men yoningdaman degan gapni kutgandim. Lekin u erkak edi va erkaklar birinchi navbatda o'z obro'sini o'ylardi. Demak, siz ham uyalasiz, dedim sovuqqonlik bilan. Men bu bolani o'zimdan yasaganim yo'q-ku. Rustam aka o'rnidan turib qo'llarimni ushladi. Qo'llari muzdek edi. Yo'q Salima, men tonmayman. Lekin tushun, bu sharmandalik. Qudalarim bor, nevaralarim bor. Qanday qilib ularning ko'ziga qarayman? Oldirsa bo'lmaydimi? Yana shu savol. Kech, dedim men keskin. Doktor aytdi, agar oldirsam men ham olaman. Sizga nima afzal, sharmanda bo'lib ota bo'lishmi yoki mening janozamda qatnashishmi? Rustam aka jim qoldi. Uning ko'zlarida yosh aylandi. U meni bagriga bosdi. Kechir meni, Salima. Men qo'rqoqman. Lekin seni olishingga yo'l qo'ymayman. Nima bo'lsa bo'lar. Biz buni yengamiz. Lekin qanday qilib? Biz uzoq suhbatlashdik, lekin aniq bir reja tuzolmadik. Faqat bir narsani kelishdik, hozircha sir saqlaymiz. Qornim kattalashguncha vaqt bor. Balki biror chora topilar. Ammo sir saqlashning imkoni qolmagan ekan. Uyga qaytganimda darvoza oldida o'g'lim Sardorning mashinasi turardi. Ish vaqti bo'lishiga qaramay u uyda edi. Yuragim shuv etdi. Ichkariga kirdim. Mehmonxonada Sardor, qizim Malika va kenja kelinim Nargiza o'tirishardi. Ortadagi xontaxta ustida mening sumkam ochilib yotar, uning yonida esa klinikadan olgan uzi qog'ozi va homiladorlar uchun yozilgan dori retsepti turardi. Men ostonada to'xtadim. Oyoqlarimdan jon ketdi. Sardor boshini ko'tardi. Uning yuzi qip-qizil, ko'zlarida esa gazab olovi yonardi. U sekin o'rnidan turdi. Uning bo'yi baland, haybatli edi. Hozir u menga ogil emas, sudya kabi qarayotgandi. Bu nima, oyi? Dedi u past, lekin vahimali ovozda. U qog'ozni qo'liga olib menga ko'rsatdi. Salima Akbarova. Homiladorlik 12 hafta. Bu kimning qog'ozi? Men gapira olmadim. Tilim tanglayimga yopishib qolgandi. Gapiring, deb baqirdi Sardor stolni mushtlab. Bu kimning qog'ozi deyapman? Nargizanikimi? Lekin nega ismsizniki? Aka, baqirmang, oyi mazasi yo'q, dedi Malika yiglab, lekin u ham menga irganish bilan qarardi. Bu mening qog'ozim, dedim men nihoyat, ovozim titrab. Men homiladorman. Xonada olik sukunat hukm surdi. Bu sukunat baqiriqdan ham og'irroq edi. Sardor menga yaqinlashdi. U menga shunday qaradiki, yer yorilib kirib ketishni xohladim. Siz, dedi u nafrat bilan. Dadamning tuprog'i sovimasdan. 60 yoshingizda. Kim bilan? Qaysi iflos bilan? Dadamga xiyonat qildingiz, deb chinqirdi Malika. Butun mahalla bizni gapiradi. Falonchining onasi buzuq ekan, deyishadi. Qudalarim nima deydi? Men erimning oldida qanday bosh ko'tarib yuraman? Jim bo'linglar, dedim men ham ovozimni ko'tarib. Men otangga xiyonat qilmadim. U olganiga 5 yil bo'ldi. Men tirikman.
Men ham insonman. Men nikoh oqitganman. Nikoh. Sardor zaharxanda qildi. Kim bilan? Ko'chadan o'tgan bironta daydi bilanmi? Qani o'sha eringiz? Nega biz bilmaymiz? Rustam aka bilan, dedim pichirlab. Rustam. Anavi qochib kelgan qariya. Sardor boshini changalladi. Oyi, siz aqldan ozibsiz. Siz qarilik marazmiga uchragansiz. Bu sharmandalik. Bu shunchaki sharmandalik emas, bu bizning yuzimizga oyoq qo'yish. Sardor u yoqdan bu yoqqa yura boshladi. Xo'sh, endi eshiting. Ertaga ertalab klinikaga boramiz. Bu muammorini yo'qotasiz. Qancha pul ketsa ham roziman. Eng yaxshi vrachni topamiz. Bu gap shu tor devor ichida qoladi. Yo'q, dedim men. Vrach aytdi, mumkin emas. Agar oldirsam olaman. Unda oling, deb yubordi Sardor gazab ustida. Keyin oz gapidan o'zi qo'rqib ketdi, lekin qaytib olmadi. Bizni tiriklay oldirgandan ko'ra o'zingiz olganingiz yaxshi edi, oyi. Siz bizni sharmanda qildingiz. Bu so'zlar xanjar kabi yuragimga sanchildi. Oz bolam. Men oq yuvib, oq tarab katta qilgan, kechalari uxlamay beshigini tebratgan o'g'lim menga olim tiladi. Faqat el-yurt gapirmasligi uchun. Men devorga suyanib sekin polga cho'kdim. Ko'zimdan yosh oqmasdi. Ichimda nimadir uzilib ketgandi. Chiqib ketinglar, dedim shivirlab. Hammangiz chiqinglar. Biz ketamiz, dedi Malika sumkasini olib. Men bu uyda buzuq ayol bilan qololmayman. Men uyimga ketdim. Sizni ko'rishni ham xohlamayman. Men ham ketaman, dedi Sardor. Nargizani va bolalarni olib ketaman. Toki bu ifloslik tugamas ekan, bu uyga qadam bosmayman. Siz biz uchun olgansiz, oyi. Ular chiqib ketishdi. Eshiklar qarsillab yopildi. Mashina motorining ochgan ovozi eshitildi. Uy huvillab qoldi. Katta hovlida yolg'iz qoldim. Kecha tushdi. Uydagi chiroqlarni yoqmadim. Qorong'ulikda o'tirib qornimni siladim. Ko'rdingmi, bolam? Dedim ichimda. Seni deb hammadan ayrildim. Sen endi mening yagona oilamsan. Ammo tun yarmida ahvolim og'irlashdi. Qornimda kuchli tolgoqsimon og'riq turdi. Ko'z oldim qorong'ulashib, boshim aylana boshladi. Bu shunchaki og'riq emas edi. Bu xavf edi. Qon keta boshlaganini sezdim. Telefonga yopishdim. Kimga qo'ng'iroq qilaman? Sardorga. U ko'tarmaydi. Malikaga. U nafratlanadi. Rustam aka. Faqat u raqamni terdim. Rustam aka, yordam bering, dedim xirillab. Olyapman. Keyin telefon qo'limdan tushib ketdi. Yiqilayotib boshimni polga urdim. So'nggi eshitganim darvoza qo'ng'irogining tinimsiz jiringlashi va kimningdir oyi. Oyi deb baqirgani bo'ldi. Bu Sardorning ovozi emasdi. Bu chet elda o'qiyotgan kenja o'g'lim Jasurning ovozi edi. U qachon keldi? Hushimni yo'qotdim. Ko'zimni ochganimda oppoq shiftni ko'rdim. Kasalxona hidi. Tanamda son-sanoqsiz slanglar. Tepada vrachlar gimirlayapti. Bosim tushib ketyapti, deb baqirdi kimdir. Yurak urishi susaydi. Operatsiya xonasini tayyorlang. Bola-chi? deb so'radi boshqa bir ovoz. Bolani saqlab qolamizmi? Onani qutqarish kerak. Bolaning imkoni kam. Men qichqirmoqchi bo'ldim, bolamni qutqaring, lekin ovozim chiqmadi. Narkoz meni o'z domiga tortib ketdi. Zulmat ichida suzib borarkanman, bir narsani aniq his qildim. Bu kecha hayotimdagi eng uzun va ehtimol eng so'nggi tun bo'ladi. Haqiqat endi nafaqat oilamga, balki butun shifoxonaga, balki butun shaharga oshkor bo'lish arafasida edi. Va mening omon qolishim katta so'roq ostida turardi. Ko'zlarimni ochganimda atrof oppoq tuman ichida edi. Qulogimga bir maromdagi pip degan tovush chalinardi. Bu yurak monitori edi. Demak, men tirikman. Lekin bolamchi?
Qolimni qornimga olib bormoqchi bo'ldim, ammo majolim yetmadi. Oyi, meni eshityapsizmi? Bu ovoz. Bu mening kenjatoyim, Amerikada o'qiyotgan o'g'lim Jasurning ovozi edi. Ko'zimni arang ochib, yonimda o'tirgan yigitni ko'rdim. Uning ko'zlari qizargan, sochlari to'zgigan, egnidagi kiyimi gijim edi. U mening qo'limni mahkam ushlab o'tirardi, go'yo qo'yib yuborsa uchib ketadigandek. Jasur, dedim pichirlab. Tomog'im qaqrab ketgandi. Bolam, sen qachon kelding? Kecha tunda uchib keldim, oyi. Yuragim gash edi. Tushimga kirgandingiz. Keldimu, to'g'ri shu yerga chopdim. Uning ko'zlaridan yosh oqib tushdi va mening qo'limga tomchiladi. Oyi, nega bizga aytmadingiz? Nega dardni ichingizga yutib yurdingiz? Men devorga osilgan soatga qaradim. Bolam, dedim zo'rga. Mening homilam. Jasur chuqur xo'rsindi. Uning yuzida tabassum paydo bo'lishga urindi, lekin bu juda ma'yus tabassum edi. U tirik, oyi. Vrachlar mo'jiza deyishdi. Kuchli qon ketishi bo'lgan, gematoma yorilgan, lekin bola bachadonda mahkam o'rnashib olgan ekan. U yashashni xohlayapti. Xuddi sizga o'xshab kuchli ekan. Yengil tortganimdan yiglab yubordim. Xudoga shukr. Lekin Jasur biroz ikkilanib qoldi. Tashqarida aka-opalarim va Rustam amaki bor. Rustam amakin deganini eshitib yuragim dukillab ketdi. U shu yerdami? Ha. U sizni olib keldi. O'sha tunda yiqilganingizda yetib kelgan. Sizni ko'tarib mashinasiga solib kasalxonaga olib kelgan. Hozirgacha bir daqiqa ham ketgani yo'q. Yo'lakda stulda o'tiribdi. Sardor akam bilan Malika opam esa ular bilan gaplashib oldim. Eshik ochildi. Ichkariga doktor Dilnoza va uning ortidan Rustam aka kirib keldi. Rustam akaning rangi dokadek oqargan, 10 yilga qarib ketgandek edi. U meni ko'rib yugurib kelmoqchi bo'ldi-yu, o'g'limdan iyminib to'xtadi. Kiring, amaki, dedi Jasur o'rnidan turib. Oyim sizni kutayotgandi. Rustam aka yonimga kelib tiz cho'kdi. Uning ko'zlari to'la yosh edi. Salima, meni kechir. Men qo'rqoqlik qildim. Seni himoya qilolmadim. Lekin qasam ichaman, bundan keyin bunday bo'lmaydi. Shu payt eshik yana ochilib, Sardor va Malika kirdi. Ular boshlarini egib olishgandi. Sardorning yuzida hamon gazab bor edi, lekin u Jasurdan hayiqib turardi. Xo'sh, dedi Jasur qat'iy ovozda aka-opasiga qarab. Oyim o'ziga keldilar. Endi gaplaringni aytishinglar mumkin. Kecha olgani yaxshi degan edinglar. Hozir ham shunday deb o'ylaysizlarmi? Xonada og'ir sukunat cho'kdi. Sardor menga emas, devorga qarab gapirdi. Biz sharmanda bo'lishdan qo'rqdik, Jasur. Tushunmayapsanmi? 60 yoshda tugish bu qayerda ko'rilgan? Odamlar ustimizdan kulyapti. Odamlar? Jasur baqirib yubordi. Qaysi odamlar? Sizga qiyomatli do'stman deb orqangizdan g'iybat qiladiganlarmi? Ular bugun gapiradi, ertaga unutadi. Lekin ona bitta. Sizlar onamizni tiriklay ko'mmoqchi bo'ldingizlar. Men qo'limni ko'tardim. To'xtanglar, dedim xirillab. Hamma menga qaradi. Men qaror qildim. Men bu bolani tugaman. Sardor, Malika, agar sizlarga sharmandalik bo'lib tuyulsa, mendan voz kechishinglar mumkin. Men sizlardan xafa bo'lmayman. Sizlarning o'z hayotingiz bor. Lekin men ham yashashni xohlayman. Rustam aka menga halol nikoh bilan tegishli. Biz gunoh qilmadik. Sardor menga, keyin yig'layotgan Rustam akaga, keyin esa gazablangan Jasurga qaradi. U chuqur nafas oldi. Men buni qabul qilolmayman, oyi. Uzr. Men ketyapman. Sardor shartta burilib chiqib ketdi. Malika biroz turdi, ko'zlarida ikkilanish bor edi, lekin eri va qaynonasining gaplari ustun keldi shekilli, u ham akasining ortidan ergashdi. Yuragim uzilib ketgandek bo'ldi. Oz bolalarim. Rustam aka qo'limni qisdi. Yig'lama, Salima. Biz bormiz.
Jasur bor. Xudo bor. Oradan 6 oy o'tdi. Bu 6 oy men uchun ham dozax, ham jannat bo'ldi. Dozax bo'lgani, qon bosimim tinmay oshardi, oyoqlarim shishib ketdi, har kunim xavotir bilan o'tardi. Jannat bo'lgani, Rustam aka va Jasur meni kaftlarida ko'tarib yurishdi. Jasur oqishini masofaviyga o'tkazib yonimda qoldi. Rustam aka esa uyimga butunlay qochib o'tdi. Biz mahalladagilarning gap-so'zlariga e'tibor bermay qo'ydik. Avvaliga bizni barmoq bilan ko'rsatishdi, qarib qiygir bo'libdi, deb kulishdi. Lekin Rustam aka har kuni meni yelkasiga suyangimcha sayrga olib chiqardi. U magrur yurardi. Uning bu harakati menga bo'lgan ehtiromi asta-sekin odamlarning og'zini yopdi. G'iybat o'rnini hayrat va hurmat egalladi. Qishning sovuq kuni edi. Dekabr oyi. Muddatim yaqinlashib qolgandi. Birdan qornimda qattiq og'riq turdi. Bu safar boshqacha edi. Kozimni oldi qorong'ulashdi. Rustam aka, deb chaqirdim. Kasalxonaga yetib borganimizda ahvolim og'ir edi. Qon bosimim 200 ga chiqqan, buyraklarim ishlamay qolayotgandi. Vrachlar yugura boshlashdi. Zudlik bilan operatsiya. Kesarcha kesish. Ona komaga tushishi mumkin. Operatsiya xonasiga olib kirishayotganda Rustam akaning qo'lini ushladim. Agar menga bir narsa bo'lsa, dedim hansirab. Bolani xor qilmang. Unga ayting, onasi uni hamma narsadan ko'proq sevgan. Jim bo'l, Salima. Rustam aka yiglab yubordi. Sen olmaysan. Biz hali bolamizni birga maktabga olib boramiz. Chiroqlar yorug'ligi Kozimni qamashtirdi. Narkoz berildi. Men yana o'sha zulmat qariga shongidim. Lekin bu safar zulmatning oxirida yorug'lik bor edi. Tushimda rahmatli erim Abror akani ko'rdim. U oppoq kiyimda, nurli bog'da turardi. Men unga qarab yurdim. Abror aka, meni olib keting, dedim. U menga jilmayib bosh chayqadi. Yo'q, Salima. Sening vaqting kelmadi. U yerda seni kutishyapti. Qara. U qo'li bilan ortimga ishora qildi. O'girilib qaradim. U yerda kichkina, jajji qizaloq yiglab turardi. Bu sening hayotingning davomi, Salima. Bor, unga onalik qil. Mening roziligim senga bo'lsin. Kozimni ochganimda qulog'imga chaqaloqning ingichka, lekin juda baland yigisi eshitildi. Tabriklaymiz, dedi vrachning charchagan, lekin xursand ovozi. Qizaloq 2 kilo 800 gramm haqiqiy pahlavon. Kozimdan yosh oqib, yostigimni hol qildi. Men tirikman. Bolam tirik. 2 kundan keyin palataga olib chiqishdi. Rustam aka qizimizni qo'lida ushlab, xuddi dunyodagi eng qimmatbaho javohirni ko'tarib turgandek joyidan qimirlamay turardi. U qizimizga tikilib, unsiz yiglardi. Ismini nima qo'yamiz? Deb so'radi u menga qarab. Men derazadan tushayotgan qish quyoshiga qaradim. Mo'jiza, dedim men. Yoki shukrona. Chunki Xudo bizga shukr qilishimiz uchun imkon berdi. Shukrona, deb takrorladi Rustam aka. Juda chiroyli ism. Shu payt eshik taqilladi. Men Jasur kirsa kerak deb o'yladim. Ammo eshik ochilib, ostonada Sardor va Malika ko'rindi. Ularning qo'lida katta gul va sharlar bor edi. Sardorning boshi egik, Malika esa yiglab yuborgandi. Ular sekin ichkariga kirishdi. Sardor Rustam akaning oldiga bordi, lekin uning qo'lidagi chaqaloqqa qarashga botinolmadi. Keyin mening oldimga kelib, tiz cho'kdi va yuzini ko'rpaga bosdi. Uning yelkalari silkinib yiglardi. Kechiring, oyi, dedi u bo'g'ilib. Men ahmoqman. Men toshbagirman. Meni kechiring. Malika ham kelib bo'ynimdan quchoqladi. Biz qo'rqdik, oyi. Odamlarning gapidan qo'rqdik. Lekin Jasur to'g'ri aytdi. Sizsiz biz hech kimmiz. Men ularning boshini siladim. Ona yuragi kechirimli bo'ladi. Tur, o'g'lim. Tur, qizim. Asosiysi, keldinglar. Sardor o'rnidan turib Rustam akaning oldiga bordi.
U Rustam akaga bir muddat tikilib turdi-da, keyin kutilmaganda uni quchoqladi. Rahmat, amaki, dedi Sardor. Onamni asraganingiz uchun rahmat. Rustam aka Sardorning yelkasiga qoqib qo'ydi. Keyin ehtiyotkorlik bilan chaqaloqni Sardorga uzatdi. Ukangni ushlab ko'r, o'g'lim. Sardor titroq qo'llari bilan jajji singlisini oldi. 40 yoshli barvasta erkak o'zining mittigina singlisiga qarab yosh boladek jilmaydi. Voy, dedi u hayratlanib. U xuddi oyimga o'xshaydi-ya. Xonada kulgi ko'tarildi. Hatto deraza ortidagi qish ham chekingandek, xonamiz bahor nafasi bilan to'lgandek bo'ldi. Epilog. Hozir Shukrona qizim 3 yoshga to'ldi. U uyni boshiga ko'tarib yugurib yuradi. Rustam aka uni hamma endi rasman mening erim deb biladi. Qizimizning har bir injiqligini ko'taradi. Dadajon, deb yugurib kelganida Rustam akaning ko'zidagi baxtni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Sardor va Malika deyarli har kuni kelishadi. Nevaralarim Shukronadan katta bo'lishsa ham, kichkina ammajon, deb uning orqasidan yugurib yurishadi. Jasur o'qishni bitirib qaytdi va shu yerda ishlayapti. Men oynaga qarayman. 64 yoshdaman. Sochlarim oppoq, yuzimda ajinlar. Lekin ko'zlarimda endi olimning sharpasi emas, hayotning nuri bor. Men angladimki, mo'jiza bu osmondan tushadigan narsa emas ekan. Mo'jiza bu sevgi ekan. Mo'jiza bu qo'rquvni yengish ekan. Va eng asosiysi, hayot qaysi yoshda bo'lmasin, sizga ikkinchi imkoniyatni berishi mumkin ekan. Faqat uni qabul qilishga jur'at kerak. 61 yoshimda homilador bo'ldim. Bunga hech kim ishonmadi. Ammo menda ishonch bor edi. Va o'sha ishonch bugun hovlimda qiyqirib yugurib yuribdi. Tamom.